Assalomu alaykum. Yurtimiz va jahonda sodir bo'layotgan dolzarb mavzular va ularning tafsilotlari bilan efirda Fresh News informatsion dasturi. Studiyada Azbek Mehriddinov. Bugun dasturimizda issiq havo tufayli poyezdlar tezligi pasaytiriladi. Eronliklar poytaxtni ommaviy tark etishmoqda. Hindistondagi Boeing 787 halokatining sababi ma'lum bo'ldi. Hasanboy Do'smatov Prof Ringga qaytmoqda. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Yurtimizda shu kunlarda kuzatilayotgan jazirama issiq tufayli poyezdlar tezligi pasaytiriladi. Bu haqda O'ztemiryo'l yo'lovchi kompaniyasi ma'lum qildi. Dastlab shu haqda. Yurtimizda ushbu haftada jazirama issiq bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet prognoziga ko'ra, ushbu ish haftasi davomida O'zbekiston bo'yicha havo harorati +40, +42 darajagacha, janubda va cho'l hududlarda +43, +44 darajagacha ko'tarilishi qayd etilgan. O'ztemiryo'l yo'lovchi kompaniyasining xabariga ko'ra, yurtimizda anomal issiq tufayli relslarda harorat ko'tarilishi sababli shaharlararo poyezdlar harakati tezligi cheklanadi. Harorat ko'tarilishi natijasida yer usti temir yo'llarining relslari hamda ularning po'lat qismlarida harorat juda yuqori bo'lishi inobatga olindi. Harakat tezligiga cheklovlar o'rnatilgan poyezdlar sovutish tizimining ishlash quvvati pasayishi, shuningdek tezligiga cheklovlar o'rnatilgan poyezdlar harakat jadvalida ko'rsatilgan vaqtdan kechroq manzilga yetib borishi mumkin. Yurtimizdagi dorixonalar inson salomatligi uchun ishlayaptimi yoki o'z foydasiga? O'zbekistondagi ayrim dorixonalar 2,5 milliard so'mdan ortiq asossiz daromad olgani aniqlandi. Ularni qaytarish bo'yicha tegishli choralar ko'rildi. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Respublika bo'yicha 200 dan ortiq dorixonalar 2,6 milliard so'mdan ortiq asossiz daromad olgani aniqlanib, ularni qaytarish bo'yicha tegishli choralar ko'rildi deb xabar bermoqda Raqobat qo'mitasi matbuot xizmati. Qo'mita tomonidan Fairtech yagona axborot tizimi orqali dorixonalarda dori vositalarini sotishda belgilangan savdo ustamalariga rioya etilmagani holatlari o'rganib borilgan. Yagona axborot tizimi orqali kelib tushgan xabarlar bo'yicha 2025-yilning o'tgan davri davomida olib borilgan o'rganishlarda 225 ta dorixonada 62.704 ta holatda dori vositalarining savdosi bo'yicha 2,6 milliard so'm asossiz daromad olingani aniqlandi hamda belgilangan tartibda ish qo'zg'atilib, mablag'larni qaytarish bo'yicha tegishli choralar ko'rildi. Raqobat qo'mitasi dorixonalarda retsept bilan beriladigan dori vositalari belgilangan narxlarga rioya etilmay sotilgan taqdirda chora ko'rilishi haqida ogohlantirildi. Jahonga yuzlanamiz. Samolyot bortidagi xavfsizlikni ta'minlash nafaqat ekipaj xodimlari, balki aynan bort kapitaniga uzviy bog'liqligi hech kimga sir emas. Gap shundaki, Hindistondagi Boeing 787 halokatiga kapitanning orqaga surilgan o'rindig'i sabab bo'lgani bo'lishi mumkin. Ular xavfsizlikka qanchalik rioya qilishgan? Batafsil muxbirimiz lavhasida. Air India Dreamlineri qora qutisining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, uchish vaqtida kapitan kursida kutilmaganda orqaga sirg'alib ketgan. Sumit Sabharval tortish richaklarini ushlab olgan va beixtiyor tezlikni pasaytirib yuborgan. Ikkinchi uchuvchi richaklarni joyiga qaytarishga uringan, biroq komandirning vazni bunga xalal bergan. Samolyot dvigatellari 65 metr balandlikda ishdan chiqqan va u Ahmadobod aeroportidan yuzlab metr naridagi yotoqxona ustiga qulagan. Samolyot siniqlari orasida 11 kun oldin ta'mirlangan o'rindiq shtiftlari topilgan. Ta'mirdan so'ng sinov amalga oshirilmagan. Dolzarb mavzu: Eron va Isroil o'rtasidagi bo'layotgan urush oqibatida bir qancha siyosiy va harbiy rahbarlar umri yakuniga yetmoqda. Navbat shu haqda. Isroil armiyasi Eron harbiy rahbariyatiga qarshi yo'naltirilgan zarbalarini davom ettirmoqda. 2025-yil 16-iyun kuni amalga oshirilgan aviahujum natijasida Eron qurolli kuchlari bosh shtabiga yaqinda tayinlangan rahbar general Ali Shodmoniy halok bo'lgani ma'lum qilindi. Bu haqda Isroil mudofaa kuchlari rasmiy bayonot e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ali Shodmoniy bosh shtab rahbarligiga yaqinda, aniqrog'i 13-iyun kuni tayinlangan edi. Bu tayinlov avvalgi rahbar general-mayor Muhammad Bag'iriyning o'limi ortidan amalga oshirilgan. Muhammad Bag'iriy 12-iyundan 13-iyunga o'tar kechasi Isroil tomonidan Tehron yaqinida amalga oshirilgan hujum natijasida halok bo'lgan edi. Erondan uzoqlashmaymiz. Eronliklar poytaxtni ommaviy tark etishmoqda. Qolishni istagan aholi oziq-ovqat va suv g'amlamoqda.
Mashinalarga 25 litrdan ziyod yonilg'i berilmayapti. Bu urushning oxiri nima bilan tugaydi? Savol hali ham javobsiz. Muxbirimiz batafsil ma'lumotlar bilan. Isroilning Eronga uyushtirayotgan hujumlari va uni davom ettirishga bergan va'dasi tufayli ko'pchilik eronliklar xavfsizroq hududlarni izlab poytaxt Tehronni tark etmoqda. Bu haqida CNN xabar berdi. Tehron shimolidagi Isroil zarbalaridan jabr ko'rgan Badavlat Saodat Obod mahallasi fuqarosi CNNga kechasi bilan portlash ovozlari eshitganini aytgan. Ularning ba'zilari shu qadar kuchli ediki, butun ko'p qavatli uyni larzaga keltirgan. Tehronda qolganlar uchun kundalik hayot hozircha davom etmoqda. Oziq-ovqat do'konlaridagi peshtaxtalar zaxiralar bilan to'ldirilgan. Avtomobilga ega bo'lganlar uchun gaz sotib olishga uzun navbatlar mavjud va xaridlar 25 litrdan oshmayotgani ma'lum qilingan. Naqd pul punktlari ishlamoqda, ammo ba'zilarida naqd pul olish miqdori cheklangan. Hasanboy Do'stmatov Prof ringga qaytmoqda. Hamyurtimiz Saken Bibasinov bilan bir oqshomda jang qiladi. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. 20-iyul kuni Qirg'iz Respublikasining Bishkek shahrida shu nomdagi arenada professional boks oqshomi tashkil etiladi. Biz uchun ahamiyatlisi musobaqa doirasida havaskor boksda 2 karra Olimpiada chempioni Hasanboy Do'stmatov ham ishtirok etadi. Prof ringdagi 7-jangida Do'stmatov Filippin vakili Richard Lasponaga qarshi bahs olib boradi. Ma'lumot uchun Andijonda tug'ilgan 31 yoshli Hasanboy hozirga qadar Prof ringda 6 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'alaba qozongan. Yurtdoshimiz so'nggi jangini 2023-yil noyabr oyida Rossiya Federatsiyasida jar vakili Sibxamandiya Baliniga qarshi o'tkazib, ochkolar hisobiga ko'ra zafar quchgan edi. O'zbekiston 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar terma jamoasi Janubiy Amerikadagi yig'inini qizg'in tarzda davom ettirmoqda. Navbatdagi o'rtoqlik uchrashuvida o'smirlarimiz Boliviya terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Bellashuv joriy yilning 18-iyun kuni Toshkent vaqti bilan tungi soat 12:00 da start oladi. Uchrashuv Boliviyaning Gilberto Parada stadionida bo'lib o'tadi. Ushbu bahs yurtdoshlarimizning xalqaro maydondagi tajribasini oshirish, jismoniy va taktik tayyorgarligini sinab ko'rishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, musobaqa o'smirlar terma jamoasi uchun Jahon chempionati va qit'a bahslariga tayyorgarlik jarayonining muhim bosqichi hisoblanadi. Bosh murabbiy va murabbiylar shtabi tomonidan futbolchilarning o'yindagi harakatlari, pozitsiyalaridagi rollari va jamoaviy o'yindagi samaradorligi batafsil tahlil qilinishi kutilmoqda. Barselona Luis Dias uchun 60 million yevrodan ortiq taklif qilishga tayyor. Kataloniya klubi prezidenti Joan Laporte va sport direktori Deco Liverpool vingerini asosiy transfer maqsadi deb hisoblashmoqda deb xabar beradi Kope nashri. Shu bilan birga ko'k anor ranglilar Merseysayidliklarning kolumbiyalik futbolchisi uchun juda yuqori qiymat so'rash mumkinligidan xavotirda. Barselona aqldan ozdiradigan takliflar bermaydi va 28 yoshli o'yinchini 65-80 million yevro deb baholamoqda. Kataloniyaliklar uchun bir reja bu Atletikdan Nico Williams qo'lga kiritish. U Barselonaga qo'shilishga tayyor ekanligini bildirgan. Arslonbek Tojiyev: 1-2 finalda jahon chempionati medaliga tobora yaqinlashyapmiz. Ketma-ket nomdor raqiblarni mag'lub etayotgan dzyudochimiz 1-4 finalda asli gruziyalik. Hozirda Birlashgan Arab Amirligi sharafini himoya qilayotgan Nugzari Tatashviliga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Qisqa fursatda amalga oshirilgan ippon bahosi evaziga 1-2 finalga yo'l oldi. Tojiyevni final ostonasida jiddiy sinov kutmoqda. U International Federation bayrog'i ostida kurashayotgan rossiyalik iqtidor egasi Timur Arbuzovga qarshi tatamiga chiqadi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Oldinda ob-havo ma'lumotlari. Siz bilan Azizbek Mehriddinov bo'ldi. Salomat bo'ling.